Har joylardan topib, oz bo'lsa ham bitta ikkita topib, qanoat qilib rizqingizni yeb yuring. Bir xil joyda ko'pgina sepilib, yonida suvlari ham qo'yilgan bo'lsa bormang. U odamzod degan bir toifa borki, qushlarga tuzoq qo'yadi. Ko'pgina sepib qo'yadi-da, o'sha yerga qo'nib, o'sha donidan yeyishingiz bilan domiga ilinib qolasiz. Yo butun umriga qafasga qo'yib, sizni yig'ingizni eshitib maza qilib o'tiradi, yoki so'yib sho'rva qilib ichib yuboradi, yoki o'zingizga o'xshagan bir bedana bilan urushtirib rohatlanadi. Ming alhazar unaqa ko'p sepib qo'yilgan joylarga bormang.